Minecraftga kirdim. Sekin hardcore ochdim. Va unda kutdim. Qanaqa meri kirar? Tagiga o'xshagan meriga kirdi. Lekin keyin men o'zimcha nastroykalarga tegdim. Hammasiga tegib teshadim lekin hech nima qilolmadim. Yangi modlar buncha wow, qanaqa kuchli bo'ladi. Daraxt chopishni boshladim. WhatsApp deb salom berishim esimdan chiqib qolibdi. WhatsApp qilaysizlar, bola yaxshimisizlar? Keyin bog'da yana toshlar qazdim. Ko'p ishlar qildim. Shu qo'yanni o'zlaring video davomida ko'ringlar. Bu 3x da hozir formatda qilyapman. Og'zim bas chiqadigan bo'lsa uzr so'rab qolaman. Tosh qazdim. Keyin nimadirlar chiqib qoldi oldimdan. Tez qazib tashladim-da. Bu 3x albatta. Shunga tez bo'lyapti. Tak. Tagimda queen qo'ydim. Crafting table'ga oldimda. Taburim bilan hozirni qilib toshni kirgazib oldimda. Qilish yasadim, pechka yasadim, hamma narsani oldimda. Survordim bitdim. Bori qolay bitdim dedimda. Uy qurishga joy qidirdim. Yo'q, hech qayerda yo'q ekan. Keyin qaradim, ba'da yoqqa yurdim. Tepaliga topishga qaradim. Shoxda bor ekan ba'da. Anada mis bor ekan, menga mis kerak emas dedimda. Hamma ish qilib bo'lgandan keyin keyingi safarga shu atrofda yo'qlaman demay dedimda. Sizlarga o'zi qaranglar, menda shunday narsa bor deb o'zimcha maqtandim. Yo'limda davom ettirdimda. Qishloq bor o'tirdim. Yo'limni oshqa chiqdim. Men bu yerda qishloq bor deb o'yladim. Qidirdim. Menga qishloq chiqmadi. Daraxtlar hammasini chopib oldimda. Qarasam qo'limdagi tabur ko'rinmayapti. What the fuck? Qanaqa bo'lgan deb o'ylandim. Yana qaradim, keyin mashhada demak uy quramiz. Hali qolganini keyin ko'rasizlar dedimda, o'zimcha gapirib chutki loyiha qo'yib, hammasini tekislashni boshladim. O'zimcha changlarni ko'tarmoqchi bo'lib, nastroykalar dedim, ba'da kompas bor ekan, har xil qo'yir, dedim o'zimcha. Tepalarga qarab qishloq yo'qmikan deb. Yo'q. WhatsApp obuna bo'linglar, negir boshla dedimda. Yana nastroyka 100 marta tegdim. Chetda uy quramiz demak, chutki ish bo'ladi deb yana daraxt pasimdagi daraxt kesdim. Keyin oldimga qarab chiqdim. Oldimdagi daraxtlarni kesdim. Uy qurmoqchi bo'ldim. Va albatta qurganman ham. Keyin o'zlaring ko'raverasizlar. Uncha videoga ovoz berish juda qiyin bo'ladi. Shunga ozginasini hozir o'tkazib yuborgan holda ovoz berishni qo'raman. Keyin bag'i tekisladim. Короче, menga tushayotganda pastga tushdim. Pastga og'ircha qilib oldimda birinchi hozir lapatgacha esa olib, o'zim joyimni tekislashni boshladim. Tosh yo'q ekan dedimda, pastga tushib 2 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta yasab tashladimda. Keyin yana biz o'zimizga kerak lapatkani yasab oldim. Tekislab tashladim, hamma joy. Pastdan baribir temir chiqqan. Ko'raverasizlar qolganini hozir bu joylarni o'tkazib tashlayman. Короче, ketdi. Orada уже narsalar qilayotganim ko'mir chiqdi, temir chiqdi, o'tkazib tashladim. Temir hozir eryapti. Temir chiqarib olmaganman. Hardwaredaman. Adashmasam agar, bilsanglar. Hech qanaqa kreativ olish bo'lmaydi. Просто hozir kompas hamma qilib hardcore ko'rsatmayapti. Bu yana bir xonadan dedimda, skillet chiqib oldimda. Yana bir qavat olishni boshladim. Ketdi deb. Let's go, bu joylarni o'tib tashlaman, o'zlaring ko'ra olasizlar. Men boshqa joylarga ketdim. What the fuck?
keyin o'zimcha yana pastga tushdim. Qorong'i tushibdimi yo'qmi deb ko'rib keldim. Ertalab tushibdimi yo'qmi. Yana bir qavat tushishga qaror qildim. Qarasam mana hozir nega skelet chiqib keladi. Vallahi demak gaz shaxti bor deb o'yladim. Lekin aslida yo'q ekan. Taqdosh qilgan ekanman. What the fuck, gazlar qayerdan chiqdi desam, hozir mana bitta nega bor skeleton chiqib oladi. Qo'lda ekanman yo'q, lekin bug bo'lyapti. Chunki meni ham qo'limdagi instrumentlarim yo'q. Bari yopib tashladim. Nima bor? Hali qorong'i ekan dedimda. Hammasini yopib tashladim. Yana pastga qarab kovlashni davom ettirdim. Bu joylarni o'zlaring ko'ra olasizlar. Ovoz berib, o'shitda ovoz berib bo'lganman, lekin eshitmagan. Shag'am qildim, hamma ko'mirlarini qildim. Keyin mut qo'shganim esimga tushib qoldi. Hammasini bittadan qildim. O'tirib qilmagan ekanman shuncha paytdan beri. O'zim so'kdimda. Voy xudo, yana loy sindirishim kerakmi dedimda. Yana chiqishga qaror qildim. Короче, qolgan o'zlaring ko'rib
Keyin uy qurishni boshladim. Qanaqadir go'zallikni qilib chiroyli qilib qurmoqchi edim. Bu ham zo'r chiqdi. Videoni ustidan bilgan bo'lsanglar kerak. Chiroyligini uy qurganmiz. Bunaqa qilib uychani qurishni boshladim. Faqat loyim yo'qligi sababli granitdan foydalandim. Baliq qilib chiqdim, lekin aslida ba'da qarasam xato qilgan ekanman. Uy o'z ko'rinishini to'g'irlab chiqishga harakat qilganman. Ovoz o'zlaring berasizlar, ovoz berilmagan, uzr so'rab qolaman. Ovoz bera olmayotganimga yaxshi. Chunki men hozir ertalabdan olyapman. Bu videoni esa kechqurun olganman. Bizukam past bo'lgan. Ovozim, ya'ni. Masalan, baribir xato qilganman, boshqatdan to'g'rilab chiqqanman. Keyin katta xatoni shetda yo'l qo'yganman. Qo'lim qiyshiq ekanda, what the fuck deganman deb. Xato qildim deb o'ylab, короче, qolganiga o'zlaring ovoz berasizlar. Kravat yasadim, o'sha ikkinchi kunni ham o'tkazib yubordim. Hamma ish qilib bo'ldim. Pushti mayli aytmay jubonim. Nima qilmaylar ikki. Iltimos meni masxara qilmanglar. Boshqa kravat, boshqa qo'y yo'q edi. Короче, bu joyni o'tkazdim. Ovoz bering kelmayapti, behazil. Böyle
Lekin shu bilan video tugadi. Screenshot qilib, mana shuni ustiga qo'yamiz. Let's go.